Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan oddiy usulda stiker yasashni o'rganamiz. Telegramga rasmiylarga xohlagan rasmga kirasizlar. Mana chetini bosganda stiker sozdать chiqadi. Shuni bosasizlar. Agar fon yoqsa, fon qovuradi. Agar yoqmasa, shu pastiga knopkani bossanglar, mana keyin orqasiga fonni olib tashlab turib, xohlasanglar boshqa fon qo'ysanglar bo'ladi. Xohlasanglar oddiy fonda o'zini shunday holicha qoldirib so'z yozib olsanglar bo'ladi. Xohlagan so'zinglarni yozasizlar. Xohlasanglar sana yozsanglar ham bo'ladi. Ranglarini pastiga mana shu A har xil harflar orqasida ranglarni to'g'rilab olsanglar bo'ladi.